Aziz tinglovchilar, bu Innovativ podcastining bu galgi soni. Men Nodirbek, sizlar bilan bugun yana bir bor men qayerdan boshladim mavzuga bag'ishlangan suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz institutimizning faxri, talabalarimiz orasida ajralib turadigan eng avval talabalarimizdan biri, asosiysi Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sovrindori Mohinur Umirova bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Keling, bugun biz ular bilan nafaqat yutuqlari, balki muvaffaqiyat ortidagi mehnat, to'siqlar va muhim saboqlar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor sizni mana shu studiyada ko'rib turganimdan va bizga vaqt ajratib kelganingizdan sizga katta rahmat aytaman. Keling, siz bilan batafsilroq tanishsak, qaysi yo'nalishda o'qiysiz va mana shunday qanday muvaffaqiyatlarga erishganligingiz haqida bizlarga ozroq fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. O'zimni qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, men Mohinur Umirova, institutimizning boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi hamda Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasiman. Rahmat. Mana shu Navoiy nomidagi davlat stipendiyasiga ariza topshirishingizda sizni nima undadi va bu stipendiya karyerangiz uchun qanday ta'sirlarni ko'rsatdi? Dastlab ushbu Navoiy nomidagi davlat stipendiyasiga ariza topshirishimda o'sha ilmiy izlanish olib borish natijasida ko'plab yutuqlarga erishish va mana shu ko'plab yutuqlarga erishish natijasida esa kelajagim uchun o'z bir poydevor vazifasini o'taydigan ishlarni amalga oshirish eng katta maqsadlarimdan biri edi va aynan mana shu motivatsiya meni oldinga qarab harakat qilishimga undadi desam adashmagan bo'laman. Rahmat. Mana shu stipendiya olgan talabalar stipendiyani qo'lga kiritdi. Mana shu stipendiya talabalarga qanday imkoniyatlar yaratdi? Shular haqida ham batafsilroq to'xtalib o'tsangiz. Albatta, nomli davlat stipendiyalari va prezident stipendiyasi talabalar uchun juda ham ko'p imkoniyatlar yaratadi va ularni sanab o'tadigan bo'lsam, dastlab o'sha talabalarni moliyaviy jihatdan yaxshigina daromadini yaxshilashga ko'maklashadi va bu birinchi foydali zo'r tarafi va keyingi yillarda esa albatta o'sha bakalavr bosqichini tamomlagandan so'ng nomli davlat stipendiyalarini olgan talabalar 1 yil muddatda o'sha magistratura bosqichiga imtihonsiz qabul qilinishi va prezident stipendiyasi sohibasi bo'lgan talabalar esa bakalavr bosqichini tamomlagandan so'ng 2 yil muddatda magistratura bosqichiga imtihonsiz qabul qilinishi bu juda ham katta imkoniyat hisoblanadi. Rahmat. Demak, mana shu prezident stipendiyasini qo'lga kiritgan talabalar oyiga bazaviy stipendiyaning 4 baravariga oshirilgan miqdorda stipendiya oladi. Nomdor qolgan davlat stipendiyalari sohiblari esa stipendiyaning 3 baravar oshirilgan miqdorda stipendiya olishadi. Rahmat. Menimcha hammaga qiziq bo'lsa kerak mana shu stipendiya miqdori va u qancha muddatga berilishi haqida. Nomli davlat stipendiyalari sohibasi bo'lgan talabalarga stipendiya 1 yil muddatda tayinlanadi va ular bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravar miqdor. Bazaviy stipendiya. Bazaviy stipendiya. Bazaviy stipendiya. Stipendiyani aytmaysizda, yilligini aytib o'tib keting, faqat pul 18 millionga yaqin pul oladi yiliga. Bo'ldi. Yiliga keyin o'sha nimasini aytasiz. Bo'ldi, xo'p. Albatta, nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'lgan talabalar 1 yil muddatda 18 millionga yaqin mablag'da stipendiya olishadi va ularga 1 yil muddatda tayinlanadi. Prezident stipendiyasini olgan talabalarga esa o'sha 1 yil muddatda beriladi ushbu stipendiya ham 2 million 100 ming so'mdan 1 yil muddatda olishadi. Rahmat javob uchun.
yana bitta qiziqarli savollardan biri, mana shu stipendiyadan olgan pulingizni, ya'ni stipendiya pullarini siz nimalarga sarfladingiz? Albatta bilamizki, eng yaxshi sarmoya bu ta'lim yo'liga tikilgan sarmoya deyiladi. Albatta o'sha men ham birinchi olgan stipendiyamni o'zimni ustimda ilmiy izlanishlarni yanada ko'proq olib borishga jalb etdim va nufuzli xalqaro jurnallarda maqolalarimni chop etish bilan bir qatorda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqdim va stipendiyani mana shu yo'llarda sarfladim. Olimlar ham ta'kidlaydi, eng yaxshi sarmoya bu o'zining rivojlanishiga, ya'ni ilmiga kiritilgan sarmoya deb aytib o'tishgan. Agar shunday vaziyat bo'lganda, siz mana shu stipendiyani qo'lga kirita olmagan taqdirda, sizni mana shu karyerangiz, ish faoliyatingiz yoki hayotiy nimalaringiz qanday davom etgan bo'lar edi? Agar ushbu nomli davlat stipendiyasini qo'lga kirita olmagan taqdirimda ham ortga chekinish yo'q edi. Toki stipendiyant bo'lmagunimga qadar harakat qilardim, o'z ustimda tinimsiz ilmiy izlanish olib borardim va maqsadim sari olg'a intilib, stipendiya sohibasi bo'lishga harakat qilardim. Rahmat javob uchun. Keling, endi men sizga ketma-ket tezkor savollarni yo'llayman. Siz esa iloji boricha tezroq javob berasiz. Savollar soni juda ham ko'p emas, ozgina. Agar boshlaymiz desak, boshlaymiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p, birinchi savol, eng sevimli kitobingiz? Albatta, har bitta insonni sevib o'qigan, mutolaa qilgan asarlari bir nechta bo'ladi va mening ham nima deydi, o'zim sevib mutolaa qilgan asarlarim ko'p va shulardan eng o'zim yoqtirib mutolaa qiladigan asarlarimdan bittasi bu Said Ahmadning Ufq trilogiyasi hisoblanadi. Menga ham yaqinda mana shu Said Ahmadning Ufq trilogiyasini tavsiya qilishdi. Albatta uni o'qib chiqishni reja qildim. Endi nasib bo'lsa, uni ham o'qib chiqib, o'zimning fikrimni sizga aytaman birgalikda. Keyingi savolim, ilm yoki amaliyot? Ilm yoki amaliyot? Mening fikrimcha, ilm va amaliyot bir-birini to'ldirib turadigan tushunchalar hisoblanadi. Agar inson ilmsiz bo'lsa, amaliyotda ham hech bir nima deydi, faoliyatni amalga oshira olmaydi. Agar ilmli bo'lib turib uni amaliyotda qo'llay olmasa ham hech qanaqa bir natijaga erisha olmaydi va shuning uchun ilm bilan amaliyot birgalikda, uyg'unlikda bir-birini to'ldirib turadi. To'g'ri aytdingiz. Keyingi savolim, telefoningizda eng oxirgi ochilgan ilova nima? Hozirgi paytlarda o'zi xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqim juda ham oshgan va zamon talabi bu desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Xorijiy tillarni yana ham puxta o'zlashtirish uchun va bo'sh vaqtlarimni samarali tashkil etish uchun mana shu Ibrat Akademiya platformasini o'rnatdim va unda ushbu platformadagi darslarni muntazam kuzatib kelmoqdaman. Rahmat javobingiz uchun. Ilhom manbaingiz qayerda va ilhomni siz asosan qayerdan olasiz? Mening asosiy ilhom manbayim ota-onamni menga bergan ishonchlari hamda motivatsiyalari va ustozlarimizni menga bergan ishonchlari desam mubolag'a bo'lmaydi. Keyingi savolimiz, menimcha hammani yoshligida katta bo'lganda mana shunday sohani egallayman degan orzusi bo'ladi. Sizda ham orzu bo'lgan albatta. Yoshlik paytingizda katta bo'lganda men kim bo'laman deb orzu qilgansiz? Yoshlik paytlarimda ko'proq o'sha kelajakda jurnalist bo'laman deb orzu qilganman, lekin taqdir taqozosi bilan keyinchalik o'sha maqsadlarim o'zgargan va pedagogika sohasiga mehrim yana ham oshib ketgan va boshlang'ich ta'lim yo'nalishini tanlaganman. Kasblar ichida eng yaxshi kasb va oliy darajadagi kasblardan biri bu pedagog sohasi hisoblanadi. Siz ham mana shu sohani tanlab, menimcha adashmagansiz deb o'ylayman. Endi mana shu tinglovchilarga, tomoshabinlarga ozgina mana shu turli xil prezident va nomdor davlat stipendiyalariga qanday hujjat topshirish va aytadigan mana shu avlodga muhim gaplaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Agarda talabalar nomli davlat stipendiyalari hamda prezident stipendiyalariga sazovor bo'lish istagida bo'lsalar, dastavval ilmiy izlanishda
olib borishlari kerak va muntazam ravishda a'lo baholarda tahsil olishi bu mana shu ikki jihat juda ham ahamiyatli jihati hisoblanadi. Ilmiy izlanish, ya'ni ilmiy faoliyat olib borish va fanlarni a'lo darajada o'zlashtirish. Ha, rahmat mana shunday fikrlaringiz va mana shunday maslahatlaringiz uchun. Ma'lumot sifatida shuni ta'kidlashim kerakki, Sharqsaz davlat pedagogika instituti tomonidan, ya'ni mana shu prezident hamda nomdor davlat stipendiyalarga hujjatlar qabuli joriy yilning 20-iyun sanasigacha talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi tomonidan qabul qilinadi. Batafsil mana shu ekraningizda paydo bo'lgan Telegram sahifasida tanishishingiz mumkin. Endi mana shu suhbatimizni yakunlasak, bugun biza hayotning oddiy bosqichlaridan yulduzdek porlashgacha bo'lgan yo'l haqida suhbatlashdik. Azizlar, har bir insonda imkon bor, faqat uni o'zi ishga solish kerak. Siz bilan birga bo'lgan mehmonimiz Mohinur Umirova hamda Kamina Nodirbek. Bu esa Innovatsiya ichida podkasti edi. Keyingi sonlarda yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.